Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Andijon viloyati Sharxon tumaniga kelganmiz. Bu yerga biz ikkita o'zimizning brend Embrox shipka stanoklardan stanovka qilib berganmiz. Bu stanogimiz ikkita 12 ta головкali bo'ladi. Xo'p, bu stanogimizning qulayliklari, afzalliklari bu shipkamizda mix hisoblanadi. Bu shipkamizda qo'shimcha nasatga, ya'ni mahraviy sochiqqa o'xshatib tikish funksiyasi bor. Biz ko'pchilik har xil tilda gapiradi, pop-up, mahraviy, tambur shunga o'xshagan narsa. Bu O'zbekistonda hozir yengillik bo'lib turibdi, rosa ommalashyapti. Bu shipkamizda 12 ta головкali, ninasi 9 ta bo'ladi. O'zini avtomatik moylash sistemalariga ega, monitorimiz sensor bo'ladi, sanoq datchiklarimiz bor. Xo'p, qulayliklari, garantiyasi bor. Olib kelamiz, ustanovka qilib beramiz. Hamma udobstvolari bor, biz o'rgatib beramiz. Xo'p, o'rtoqlar, yana bizda bitta zo'r yangilik. Hozirgi kunda O'zbekistonda yetakchilardan bo'lib bu mahraviy tikadigan shipkamizni olib kelganmiz. Bilasizlar, oddiy shipkalar shunchaki Daho sistemada Wilcomda programma qilsanglar bo'ladi. Lekin mahraviy qilishlik uchun ko'pchilik hozir programmasini tushira olmayapti. DHE, DHA shunga o'xshagan M-karta qilinadigan programmali stanoklar kelib qolyapti. Ko'pchilik bunga yangi programmani o'rganishim qanday bo'ladi, shunaqa narsalar bo'lib qolyapti. Biz bunga katta yechim qilganmiz. Bizning shipkamizni bemalol olsanglar, DST programma ishlatsanglar bo'ladi. DST. Wilcomni o'zida bemalol programma qilib qo'ysanglar bo'ladi. Wilcomni o'zidan pop-upni mahraviy sistemasini ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon quringlar, olib kelish, ustanovka qilish, garantiyasi hammasini Xudo xolasa chiroyli qilib, kelishilgan narxlarda arzonroq qilib berishga harakat qilamiz.